Qaf suresi Mekke'de nazil bo'lgan. Jami 45 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Qaf sharafli Qur'on bilan qasam qilaman. Balki ular, ya'ni mushriklar o'z ichidan ularga bir ogohlantiruvchi kelganligidan ajablandi. Kofirlar aytdi: "Bu qiziq ishdir. Biz o'lib to'pi bo'lib ketgandan keyin tirilib ilgirki holatimizga qaytamdiq. Bunda qaytish aqldan yiroqdir." Ularni zaminning kemaytganidan, ya'ni ularning jasadlarini yer yeb ketganidan biz haqiqatan xabardormiz. Bizning dargohimizda hammani o'z ichiga olgan kitob, ya'ni Lavhul Mahfuz bor. Balki ular bo'lsa, o'zlariga nozil qilingan haqiqatni, Qur'onni inkor qildi. Ular qalaymaqon holatdadir. Ular osmonni qandoq tövriksiz barpo qilganligimizga, uni yulduzlar bilan bezganligimizga, uningda hech qanday yuchuq yo'qligiga qaramamdi. Zaminni to'g'risiga va uzunisiga so'zib keng yaratdik. Zaminda uning tavrab ketmasligi uchun tog'larni qildik va uningda turli chiroyli o'simliklarni o'stirdik. Allohga qaytquchi har bir bandiga Allohning qudratini ko'rsatish uchun va Allohning ulug'ligini aslatish uchun shundoq qildik. Ko'kdan, bulutdan barkatlik suvni tushirdik. Uning bilan bog'larni va ochliqlarni, egiz o'sgan mevlari sanjaq-sanjaq bo'lib ketgan xo'mlarni o'stirdik. Ularning hammasini bandalarning rizqi uchun o'stirdik. U suv bilan o'lik, ya'ni qaqas zaminni tirildirdik. O'liklarning tirilishimi shuningga o'xshashdir. Ulardan ilgari payg'ambarlarni inkor qilganlar Nuhning qavmi, Ras aholisi, Samud qavmi, Ad qavmi, Firavun, Lutning qarindoshlari, Ayka aholisi, ya'ni Shuayb qavmi, Tubi qavmi edi. Ularning hammasi payg'ambarlarni inkor qildi. Shuning bilan mening azobim ularga tegishlik bo'ldi. İnsanlarni dastlabda yaratishdan ojiz keldikmi? Hargiz undaq emas. Biz buningda ojizlik qilmag'achqa, o'lgandan keyin tirildirishdimi ojizlik qilmaymiz. Ular yangidan yaratilishga, ya'ni qiyomatda tirildirishga qarata gumondadir. Biz haqiqatan insonni yaratdik. Biz uning ko'ngliga kelganini bilamiz. Biz uning jon tomiridanmi yaqinmiz. İnsanның o'ng tarafida va so'l tarafida o'ltirib xotirlaydigan ikki farishta bor. U qandoq bir so'zni qilmasin, uning oldida hamon farishta hozir bo'lib kuzatib turdi. O'limning sakrati haqiqatni ilib keldi. Ya'ni oxiratni inkor qilguvchi oxiratning dahshatini aniq ko'rdi. Sen uningdan, ya'ni o'limdan qochatding. Suri chilinadi. Ana shu kuffarlarga azob va'da qilingan kundir. Har inson mahshargohga keladi. Uning bilan uni mahshargohga haydiguchi va uning amaliga guvoh bo'lguchi ikki farishta birga keladi. Uningga: "Ey inson, dunyodagi cheg'ingda bu og'ir kundan g'aflatda eding. Endi pardangni sendan ko'tarib etdik. Bugun ko'zing o'tkirdir" deyiladi. Uningga muvakkal farishta: "Mana bu nomi amal oldimda tayyordir" deydi. Alloh taolo ikki farishtaga xitob qilib, haqqa qarshi yaxshilikdan to'squchi, haddidan oshquchi, dinga shak keltirguchi, Allohga boshqa ma'budni sherik qilguvchi har bir kofirni do'zaxga tashlanglar. Uni qattiq azobga tashlanglar deydi. Uning hamroyi bo'lgan shayton: "Parvardigorimiz, men uni ozdirmadim, lekin u o'z ixtiyori bilan cho'nqur gumrohlikda bo'ldi" deydi. Allah: "Mening oldimda munozirlashmanglar. Bu yerda munozira foyda bermaydi. Sizlarni men oldin ola azobimdan ogohlantirgan edim. Mening so'zim o'zgarmaydi. Men bandalarga zulm qilguvchi emasman" deydi. U kunda biz jahannamga "Toshdingmi?" deymiz. Jahannam yana bormi deydi. Jannat taqvodorlarga yiroq bo'lmagan joyga yaqinlashtiriladi.
Mana bu ne'matdan sizlarga va'da qilingan narsalar Allohning toatiga qaytquchi, amrini saqlovchi har bir banda uchundir. Kimki mehribon Allohni ko'rmay turib, uningdan qo'rqsa va tövbe qilg'uchi qalb bilan kelsa, ularga jannatga omonlik bilan kiringlar. Bu mangu qilish kunidir deyiladi. Jannatda ularga xohlagan narsalar bor va bizning huzurimizda ularga ziyoda ne'matlar bor. Biz ulardan, ya'ni Quraysh kuffarlaridan ilgari ularga qaraganda kuchlik bo'lgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Ular, ya'ni shu ummatlar har qaysi joylarni kezdi. Ularga o'limdan qochadigan joy tepildimi? Buningda haqiqat ustida fikr yurgizadigan qalbga ega odam yoki vaz-nasiyatga huzuri qalb bilan quloq soladigan odam uchun albatta vaz-nasiyat bor. Biz haqiqatan osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdik. Biz hech qanday charchab qolganimiz yo'q. Ey Muhammad, kafirlarning so'zlariga sabr qilgin. Kun chiqishdan ilgari va kun petishdan ilgari Parvardigoringga tasbih aytgin, hamd aytgin. Kechida va sajdadan keyin, ya'ni farz namozlarning orqasida tasbih aytgin. Nido qilg'uchi, ya'ni Israfil yaqin joydan nido qiladigan, ya'ni uning ovozi hammaga o'xshash yetadigan kunda nidoga quloq solgin. Ular haqni ilib keladigan ovozni, ya'ni ikkinchi qatimliq surni anglagan kun, ana shu kun qabrlardan chiqish kunidir. Biz haqiqatan kishilarni vafot qildiramiz va tirildiramiz. Oxir bordigan joy bizning dargohimizdir. U kunda yer yerilib, ular qabrlaridan tez chiqib keladi. Ana shu yig'ish bizga osondir. Biz ularning, ya'ni Quraysh kuffarlarining aytadigan so'zlarini obdan bilamiz. Sen ularni islomga zo'rlig'uchi emassan. Mening ogohlantirishimdan qo'rqadiganlarga Qur'on bilan vaz nasihat qilgin.